Bugun men sizlarga juda muhim masalani sodda qilib tushuntirib beraman. Pensiya ikki qismga bo'linishi. 6 yoshdan oshgan pensionerlar uchun to'lov, hujjat qayta hisoblash va nazorat masalalarida nimalar o'zgarishi mumkin? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa shoshilmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, ota-onasi pensiya oladigan har bir farzandga, yaqinda pensiyaga chiqadigan fuqarolarga bevosita tegishli. Chunki pensiya masalasida bitta noto'g'ri tushuncha ham odamning oyma-oy oladigan puliga, imtiyozga yoki hujjat topshirish muddatiga ta'sir qilishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga lik bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki men bu videoda faqat sarlavhani emas, oddiy odam tushunadigan tilda amaliy misollar bilan qanday hujjat kerak, qayerga murojaat qilish kerak, qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval pensiya masalasida odamlar nimani bilardi? Ko'pchilik buni juda oddiy tasavvur qilardi. Odam ma'lum yosh ketadi, ish staji yetarli bo'ladi. Pensiya jamg'armasiga yoki mas'ul tashkilotga hujjat topshiradi, keyin unga har oy bitta umumiy pensiya summasi to'lanadi. Masalan, kimdir 1 million 200 ming so'm oladi, kimdir 1 million 800 ming so'm oladi, kimdir ish staji, ish haqi, ustama va qo'shimcha to'lovlarga qarab 2 million so'mdan ko'proq oladi. Odamlar odatda faqat yakuniy summani ko'radi, plastik kartaga qancha tushdi yoki pochta orqali qancha berildi. Endi muhokama qilinayotgan yoki joriy qilinayotgan tartiblarning mazmuni shundan iboratki, pensiya summasi ichki hisob-kitobda ikki qism sifatida ajratib ko'rsatilishi mumkin. Men buni oddiy qilib aytaman. Birinchi qism fuqaroga qonun bo'yicha kafolatlangan asosiy pensiya yoki minimal ta'minotga yaqin qism bo'lishi mumkin. Ikkinchi qism esa odamning mehnat staji, ish haqi, to'langan badallar, ustamalar, kompensatsiyalar yoki boshqa qo'shimcha omillar asosida shakllanadigan qism bo'lishi mumkin. Bu degani odamga pul 2 marta alohida beriladi degani emas. Ko'p holatda pensioner baribir umumiy summani oladi. Lekin hisob-kitob, nazorat va qayta hisoblashda pensiyaning tarkibi aniqroq ko'rinadi. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi nimada? Birinchidan, pensiya hisoblash tizimini shaffof qilish. Ya'ni odam bilishi kerak. Men olayotgan pulning qaysi qismi davlat kafolati, qaysi qismi mening ish stajim va ilgari olgan maoshim hisobiga shakllangan. Ikkinchidan, adolatlikni kuchaytirish. Chunki 35 yil ishlagan odam bilan aniyer rasmiy ishlagan odamning pensiyasi bir xil bo'lib qolmasligi kerak. Uchinchidan, hujjatlardagi xatolarni aniqlash osonlashadi. Masalan, bir kishining 5 yillik ish staji tizimga tushmagan bo'lsa, umumiy pensiya summasida buni darrov sezish qiyin. Lekin pensiya tarkibi alohida ko'rinsa, qaysi qismda muammo borligi tezroq aniqlanadi. Bu yerda eng muhim gap, pensionerlar vahimaga tushmasligi kerak. Pensiya ikki qismga bo'linadi degani, pensiya kamayadi degani emas. Biroq ayrim odamlar uchun qayta tekshiruv, ma'lumotlarni solishtirish, hujjatlarni to'ldirish yoki qayta hisoblash zarur bo'lishi mumkin. Aynan shuning uchun men bugun kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini alohida tushuntiraman. Eng avvalo 6 yoshdan oshgan pensionerlar uchun bu masalada 3 ta asosiy savol bor. Birinchi savol, mening pensiyam kamayib qolmaydimi? Ikkinchi savol, menga qo'shimcha hujjat topshirish kerakmi? Uchinchi savol, agar pensiyam noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, uni qanday qayta hisoblataman? Men ekspert sifatida buni shunday tushuntiraman. Agar sizning pensiyangiz avvaldan qonuniy asosda tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ish stajingiz elektron bazada yoki arxiv hujjatlarida to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz har oy pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, siz ortiqcha xavotir olmaysiz. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Har bir pensioner kamida bir marta o'z pensiya hisob-kitobi asoslarini ko'rib chiqish kerak. Chunki amaliyotda eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odam 30 yil ishlagan bo'ladi, lekin tizimda 24 yil ko'rinadi. Yoki odam yuqori maosh olgan davrlari bor, lekin hujjatda faqat pastroq maoshli davrlar hisobga olingan bo'lishi mumkin. Birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 63 yoshli erkak 32 yil ishlab pensiyaga chiqqan deylik. U zavodda keyin xususiy korxonada ishlagan. Hozir 1 million 620 ming so'm pensiya olyapti. Agar pensiya tarkibi ikki qismga ajratib ko'rsatilsa, uning asosiy qismi, masalan, minimal kafolatga yaqin miqdor sifatida shakllanadi. Qolgan qismi esa 30 yillik ish staji va ish haqi bo'yicha hisoblanadi. Agar uning xususiy korxonadagi 6 yillik ish davri bazada yo'q bo'lsa,
ikkinchi qism pastroq chiqadi. Natijada u aslida olishi mumkin bo'lgan puldan kam olayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda u eski mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan tasdiq, ish haqi to'g'risidagi hujjatlarni topib, qayta hisoblash uchun murojaat qilishi kerak. Ikkinchi misol. 10 yoshli ayol 20 yil rasmiy ishlagan. Keyin 10 yil uyda farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan. U hozir pensiya oladi, lekin unga qo'shni ayol undan ko'proq pensiya olayotganini aytadi. Bu yerda darrov meni aldashdi deb o'ylash to'g'ri emas. Pensiya miqdoriga ish staji, oylik maosh, ijtimoiy to'lovlar, imtiyozli davrlar, farzand parvarishi bilan bog'liq hisobga olinadigan muddatlar va boshqa omillar ta'sir qiladi. Agar pensiya ikki qismga ajratib ko'rsatilsa, ayol qaysi qismi mehnat staji bo'yicha, qaysi qismi davlat kafolatlari bo'yicha shakllanganini yaxshiroq tushunadi. Shunda u aniq savol beradi. Mening 20 yillik stajim to'liq kiritilganmi? Farzandlar bilan bog'liq davrlar hisobga olinganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'rimi? Uchinchi misol. 17 yoshli pensioner umrining bir qismini boshqa viloyatda ishlagan. U pensiyaga chiqqanda hujjatlarni shoshilinch topshirgan, ayrim ish joylari yopilib ketgan. Hozir u 1,3 million so'm atrofida pensiya oladi. Agar eski korxonalardan biri bo'yicha arxiv ma'lumoti topilsa, uning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Ayniqsa 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida ishlagan odamlar uchun arxiv masalasi juda muhim. Chunki o'sha davrdagi ko'plab korxonalar nomi o'zgargan, tugatilgan, boshqa tashkilotga qo'shilgan yoki hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Demak, pensioner men ishlaganman deb aytish yetarli emas. Buni tasdiqlovchi hujjat kerak. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, pensiyaga chiqqanda ayrim ish staji davrlari hisobga olinmaganini biladiganlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida yozuvlar xira, muhrlar tushunarsiz, korxona nomi noto'g'ri yozilgan yoki sana chalkash bo'lganlar. Uchinchidan, sobiq kolxoz, sovxoz zavod, qurilish tashkiloti, maktab, shifoxona, transport korxonalarida ishlagan. Lekin hozir o'sha tashkilot yo'q bo'lgan fuqarolar. To'rtinchidan, pensiya tayinlanganidan keyin qo'shimcha hujjat topganlar. Beshinchidan, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik. Yoshga doir pensiya yoki imtiyozli pensiya turlari o'rtasida o'tgan fuqarolar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz rasmiy bo'lgan bo'lsa, elektron bazalarda stajingiz to'liq ko'rinsa, pensiya tayinlashda sizga hisob-kitob tushuntirilgan bo'lsa va har oy to'lovda uzilish bo'lmasa, sizda katta xavf kamroq. Lekin baribir men bitta narsani tavsiya qilaman. O'z hujjatlaringiz nusxasini alohida papkada saqlang. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari. Nikoh yoki familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar alohida saqlanishi kerak. Chunki bir kun kelib bitta qog'oz sizning pensiyangizga har oy 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq qo'shilishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi nozik joy shuki, pensiyaning ikki qismga ajratilishi har doim ham pensioner qo'liga ikki xil to'lov bo'lib tushadi degani emas. Ayrim odamlar endi yarmini bank beradi, yarmini davlat beradi yoki bitta qismi kechikadi, bitta qismi keladi deb o'ylashi mumkin. Bunday tushuncha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Amalda ko'p hollarda bu ichki hisob-kitob va hisobot masalasi bo'ladi. Ya'ni siz kartada yoki pochta orqali baribir umumiy summani ko'rasiz, lekin tizimda uning tarkibi alohida ko'rsatiladi. Ikkinchi nozik joy. Qayta hisoblash har doim ham pensiyani oshiradi deb kafolat berib bo'lmaydi. Agar odam qo'shimcha hujjat topshirsa va u hujjatlar ilgari hisobga olinmagan ish stajini tasdiqlasa, pensiya oshishi mumkin. Lekin ayrim holatlarda hujjat odam o'ylagandek ta'sir qilmasligi ham mumkin. Masalan, u ishlagan davr qonun bo'yicha stajga kiradi, lekin ish haqi bo'yicha ta'sir past bo'lishi mumkin yoki hujjatda ish davri tasdiqlanadi. Lekin maosh ma'lumoti yo'q bo'lsa, hisob-kitob boshqa tartibda qilinadi. Shuning uchun men har doim aytaman, umumiy gapga emas, aniq hisob-kitobga qarash kerak. Uchinchi nozik joy, familiya. Ism yoki otasining ismi o'zgargan ayollar masalasi. Ko'p ayollar turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan, lekin eski mehnat daftarchasida avvalgi familiya yozilgan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, ish stajini tasdiqlashda savol tug'ilishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova Dilbar yozilgan,
hozirgi ID kartada Rasulova Dilbar bo'lsa. Tizim buni bir shaxs ekanini hujjat bilan ko'rishi kerak. Shuning uchun ayollar albatta nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lgan bo'lsa ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli ma'lumotnomani saqlash kerak. 4-nozik joy, chet elda ishlagan davrlar. Ayrim fuqarolar Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'lishi mumkin. Bu davrlar har doim ham avtomatik ravishda O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shilib ketmaydi. Bunda davlatlar va bitimlar, rasmiy ishlaganlik, to'langan badallar, tasdiqlovchi hujjatlar muhim. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, men 2 yil ishladim degan gapning o'zi yetmaydi. Rasmiy mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotlari, sug'urta to'lovlari, ish joyidan tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik joy, pensiya yoshiga yetgan, lekin hali pensiyaga chiqmagan odamlar. Ba'zi fuqarolar pensiya chiqmay turaman, ishlasam keyin ko'proq bo'ladi deb o'ylaydi. Bu ayrim holatlarda foydali bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa kutilgan natijani bermaydi. Chunki pensiya miqdori faqat yoshga emas, stajga, ish haqi bazasiga, rasmiy to'lovlarga va qonundagi cheklovlarga bog'liq. Agar siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz va hali ham ishlayotgan bo'lsangiz, pensiyaga ariza berish va ishlashni davom ettirish imkoniyatlarini alohida o'rganing. Ba'zi odamlar huquqini bilmagani uchun bir necha oy yoki bir yil pensiya olishni kechiktirib yuboradi. 6-nozik joy, ishlovchi pensionerlar. Ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi ustamalari, qayta hisoblash imkoniyatlari bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin yana bir necha yil rasmiy ishlasa, ayrim holatlarda qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. Lekin bu avtomatik bo'ladimi yoki ariza kerakmi? Qaysi muddatda murojaat qilish kerak? Bularni joylardagi mas'ul organlardan aniqlashtirish kerak. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l: har yili kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'ying. 7-nozik joy, bank kartasi va pochta orqali to'lov. Pensiya tarkibi o'zgarganini eshitib, ayrimlar bank kartasini almashtirish kerak deb o'ylaydi. Agar sizning kartangiz ishlayotgan bo'lsa, to'lovlar muntazam tushayotgan bo'lsa, faqat sarlavha eshitib bankka yugurish shart emas. Lekin karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, SMS xabarnoma kelmayotgan bo'lsa, plastik karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, bu alohida xavf. Pensionerning kartasi o'zida bo'lishi kerak. Farzandi yordam bersa ham, PIN kod va pul ustidan nazoratni pensionerning o'zi bilishi muhim. Endi eng kerakli qismga o'taman. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq bosqichlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam: pensiya miqdoringizni va to'lov sanalarini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Har oy nechanchi sanada qancha pensiya tushganini yozing. Masalan, yanvar oyida 1 million 200 ming so'm, fevralda 1 million 520 ming so'm, martda 1 million 540 ming so'm tushdi. Agar summa o'zgarsa, sababini aniqlash oson bo'ladi. Ba'zan indeksatsiya bo'ladi, ba'zan ustama qo'shiladi. Ba'zan qarzdorlik yoki ushlab qolish bo'lishi mumkin. Yozib bormagan odam keyin qachon nima o'zgarganini isbotlashda qiynaladi. Ikkinchi qadam: hujjatlaringizni yig'ing. Sizda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar, arxivdan olingan javoblar, harbiy xizmatga oid hujjat, oliy yoki o'rta maxsus ta'lim bo'yicha diplom, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Hujjatlar eskirgan bo'lsa ham tashlab yubormang. Ayniqsa mehnat daftarchasidagi har bir yozuv muhr va sana muhim. 3-qadam: o'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaat qilganda umumiy pensiyamni oshirib bering deb emas, aniq savol bilan boring. Masalan, mening pensiyam hisob kitobida qaysi ish staji davrlari inobatga olinganini ko'rmoqchiman. 1992-yildan 2004 yilgacha ishlagan davrim hisobga olinganmi? Ish haqi ma'lumotlarim to'g'ri kiritilganmi? Qo'shimcha arxiv ma'lumotni topshirsam, qayta hisoblash bo'ladimi deb so'rang. Aniq savol, aniq javob olib beradi. 4-qadam: murojaatni yozma shaklda qoldiring. Og'zaki gaplashib qaytib ketish yaxshi. Lekin yozma ariza yanada muhim. Arizada ism, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va iltimosangizni yozing. Masalan, menga tayinlangan yoshga doir pensiya miqdorini hisoblashda 1935-2001 yillarda falon korxonada ishlagan davrim inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni hamda zarur bo'lsa pensiyani
qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, mas'ul tashkilot aniq tekshirish kerak bo'ladi. 5-qadam, arizangiz nusxasini qabul qilinganini tasdiqlovchi belgini saqlang. Bu juda muhim. Agar siz ariza topshirsangiz, lekin qo'lingizda hech qanday tasdiq bo'lmasa, keyin men topshirgan edim deb isbotlash qiyin bo'ladi. Davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, kvitansiya yoki ro'yxat raqamini saqlang. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini yozib oling. 6-qadam, arxivga murojaat qilishdan qo'rqmang. Eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy bo'limingiz, eski manzilini bilsangiz yozing. Masalan, men 1907-1994 yillarda Samarqand shahridagi falon zavodda chilangar bo'lib ishlaganman. Shu davr bo'yicha ish staji va ish haqi ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Qancha aniq yozsangiz, arxiv xodimlari shuncha tez topadi. 7-qadam, shubhali vositachilardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasida men tanish orqali oshirib beraman. Falon pul bersangiz 2 barobar qilib beraman. Hujjat kerak emas, hal qilib beraman degan gaplarga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjatlar va rasmiy hisob-kitob asosida belgilanadi. Agar haqiqatan xato bo'lsa, uni rasmiy yo'l bilan tuzatish mumkin. Agar hujjat bo'lmasa, pul berib muammoni hal qilishga urinish sizni yanada katta muammoga olib kirishi mumkin. 8-qada farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar hujjat to'plash, ariza yozish, davlat xizmatlari markaziga borish, elektron tizimdan foydalanishda qiynaladi. Farzandlar ota-onasining pensiya kartasini olib qo'yish uchun emas, huquqini himoya qilish uchun yordam berishi kerak. Ota-onangizdan so'rang, mehnat daftarchangiz qayerda? Pensiya qanday hisoblangan? Qaysi yillarda ishlagansiz? Qaysi hujjatlar yo'q? Bank kartangiz ishlayaptimi? Ba'zan birgina farzandning e'tibori bilan pensionerning yillar davomida kam olayotgan puli qayta hisoblanishi mumkin. 9-qadam, rasmiy xabarlarni kuzating. Telegramdagi har bir sarlavha, YouTube'dagi har bir qo'rqinchli nom, ko'chadagi har bir gap qonun degani emas. Pensiya bo'yicha yangilik bo'lsa, rasmiy idoralar, pensiya jamg'armasi, adliya organlari, davlat xizmatlari portallari e'lonlarini tekshiring. Men ham sizlarga bunday mavzularni tushuntirayotganda asosiy e'tiborni amaliy tomonga qarataman. Sizning qo'lingizda qanday hujjat bo'lishi kerak? Qayerga borasiz? Qanday savol berasiz? Qanday xatodan ehtiyot bo'lasiz? 10-qadam, pensiya summangiz keskin kamaygan bo'lsa, darhol sababini so'rang. Ba'zan texnik xatolik, bank bilan bog'liq muammo, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish, hujjatdagi aniqlashtirish yoki boshqa sabab bo'lishi mumkin. Lekin pensioner indamay yurmasligi kerak. Agar o'tgan oy 20 million 700 ming so'm olgan bo'lsangiz, bu oy 20 million 200 ming so'm tushsa, darhol bankdan to'lov ko'chirmasini oling. Pensiya jamg'armasidan izoh so'rang. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Har qanday o'zgarishning sababi bo'lishi kerak. Bugungi mavzuda eng muhim xulosa shuki, pensiya 2 qismga bo'linishi haqidagi gapni pensiya kamayadi deb tushunmaslik kerak. Asosiy masala pensiya tarkibini aniq ko'rsatish, hisob-kitobni shaffof qilish, kimning qancha staji va qanday huquqi borligini to'g'ri belgilashdir. Lekin bu jarayonda har bir pensioner o'z hujjatini tekshirishi, ish staji to'liq kiritilganini aniqlashi, kerak bo'lsa arxivdan ma'lumot olishi va yozma murojaat qilishni bilishi shart. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida eng katta xato bu befarqlik. Baribir shu pul tushyapti, hujjat topilmaydi. Men tushunmayman deb yurish kerak emas. Sizning har bir ishlagan yilingiz, har bir rasmiy maoshingiz, har bir tasdiqlovchi hujjatingiz pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa 6 yoshdan oshgan fuqarolar va ularning farzandlari bu masalaga jiddiy qarash kerak. Agar sizning pensiyangizda tushunarsiz holat bo'lsa, birinchi ishni hujjatlarni yig'ishdan boshlang. Keyin pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga aniq savol bilan murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmay, yozma ariza qoldiring. Javobni saqlang. Kerak bo'lsa arxivga boring. Shunda siz o'z huquqingizni aniq va qonuniy himoya qilasiz. Sizning fikringiz men uchun muhim. Pensiyangiz miqdori sizga tushunarli hisoblanganmi? Ish stajingiz to'liq kiritilganiga ishonchingiz bormi? Oxirgi paytda pensiya bo'yicha qanday muammoga duch keldingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, bobosi, buvisi yoki pensiyaga yaqin qarindoshi bor odamlarga albatta yuboring.